Bu o'sha shamollab o'tib ketganda qo'y, tushunasizmi? Bu joyni kesib tashlab yesa bo'ladi. Sal shamollash bor jigarda aka. Shamollash bor, lekin yesa bo'ladi. Mana joylari bunaqa bo'lmaydi-da o'zi. Ko'paygan. Shamollash ustida, ko'ryapsizmi jigarda? Mana ichiga umuman o'tmaydi. Buni shilib tashlab bemalol yesa bo'ladi. Bu ana ehgirni ko'k degan kasallik bor. Mana bundan yo'q. Zira ham yo'q umuman. Shamollash meni ustiga ham yoqqanda. Buni olib tashlasa bo'ladi. Yo'q, bo'lmadi bu. Ammo qani. Bu nima? Bu o'sha shamollab o'tib ketganda qo'y, tushunasizmi? Bu joyni kesib tashlab yesa bo'ladi. Endi kimdir xohlaydi, kimdir xohlamaydi. Bozorlarda tozalangan jigar deydi, alloqchilar ko'pi boriga. Mana shu joylarni ham tozalab tashlab, top-toza, nok jigar deb ham sotib oladi. Bu endi insof bo'lsa bersa, buni joyini olib tashlab yesa bo'ladi, lekin maslahat bermayman. Yo'q, bu ham bizga kerak emas bariga. Ani biladigan odamdan yana bitta so'rab olganingiz yaxshi aka. Biz hozir noto'g'ri gapirib qo'ymaylik. Kesganimiz yaxshi bo'ldi hozir. Uyda hozir ayollar bilmasa qo'rib yorishganda, bilmaydigan odamga bu yaxshi narsa deb o'ylaydi, shuni olib pishirib yuboradi. Nima qildi? Paket solib beraymi aka? Bor.